Tozadan yasalgan munchoqlar va to'g'anoqchilar nechinchi asr? Miloddan avvalgi 17-asr. To'g'ri. Keyingi savol. Karllar sulolasi asoschisi Franklar qirolligi. Qirol deb boshqargan. Nechinchi yillar? 768-814-yillar. Imperiyasini. 800-yildan boshqargan. Nechinchi rasm Karol imperatoriga? 9-rasm. Nechinchi bet? 17-bet. To'g'ri. Keyingi savol. O'zbekiston tarixidan senga hozir Xivaxonligi, Buxoro amaliga, Qo'qonxonligi. to'rtta savolda o'qib olay. O'xshab shahrini qoldi. Keyingi savol. 1968-yil 27-aprel. To'xta, savolda o'qib olay. 8 O'zbekiston tarixidan. Birinchi betini 9-qatorda nima deb yozilgan? Dastlab ular baxtli bo'ysundirish yo'llarini izladilar. Nuqta. Ma'lumki, virgul. Undan keyin 10-qatorga o'tadi. To'g'ri javob. Qayerdan bilasan, o'roz qilib? Hey, bunda Isfarizdan topshiraman deb o'kundan beri uxlayapman. Baqirma menga. Chingizxon o'g'li Jo'jiga shunaqa degan. Bas qil. Hammurabi qonunlari. Chingizxon, Konstantinopol jangi, Nepal Balabark. Tinchlar. Oxirgi savolim. Tarixda otasi kim? Gerodot. Onasi-chi? Butun dunyo tarixini suv qilib ichib yodlab olibman, lekin tarixda onasini o'qimagan ekanman, domla. Topolmading, o'roz qilib, ikki qayta topshirasan. Ustoz